Jamiyatning poydevori bo'lgandan keyin oila, bu oilani qurishni yo'lini qiyinlashtirmaslik kerak ekan azizlar. Sahobalar davrida halol ishni qilish oson edi. Oila qurish oson edi. Oila qurish osonligi katta sarf xarajatlar talab qilinmas. Har xil bid'iy xurofotlar, urf-odatlar yo'q. Odamlar nima sunnat bo'lsa, nima shariat bo'lsa shunga amal qilishar va tezda oila qurib olishardi. Osongina oila qurishar edi. Hatto mashhur tobiinlarning boshlig'i Said ibn Musayyib radhiyallohu anhu qizini 2 dirhamga nikohlab berganlik qissasi bor. Birorta sahoba, birorta tobiin bu mashhur tobiinning shu ishga qarshi chiqmagan, inkor qilmagan. Bu ulardan demak ijmo o'laroq qoladi bu hukm. 2 dirhamga nikohlab bergan. To'g'ri, bizning mazhabda mahrning eng kam qiymat miqdori bor. Bu eng kam qiymat miqdori bizning mazhabda 1 dinor. 1 dinor 452 gram tilloga to'g'ri keladi. Bizning mazhabda eng kam mana shu. Shundan kam bo'lmaslik kerak. Undan ko'pi ko'payib ketaveradi. Halolni osonlashtirish kerak. Nima bo'ladi? Halolni osonlashtirsa, halol oson bo'lsa jamiyatda harom qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun harom ishlar sodir bo'lmas edi sahobalar davrida. Kimdir bir amallab turib haromni qilib qo'ysa, hammaga oshkor bo'lib qolardi. Chunki haromni bajarish jamiyatda qiyin edi. O'zi aslida azizlar, tasavvuf tariqati, tasavvuf mashoyixlar aytadilarki, eng qiyini birinchi haromni, ilk haromni bajarishdir. Agar kimdir ilk marta harom ishni bajarib qo'ysa, keyingisini qilish osonroq bo'ladi. Borib bu odatga aylanadi. Borib haromni qilish inson uchun seviklik mashg'ulotga aylanadi. Undan keyin odam haromni izlab turib qiladigan bo'ladi. Undan keyin nima bo'ladi desa, mashoyixlarimiz aytadiki, undan keyin uning qalbini Alloh taolo muhrlaydi. Alloh taolo muhrlagandan keyin unga halol haromning farqi bo'lmay qoladi. Haromni izlab topib qiladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi ilk haromdan tiyilish kerak. Ilk harom ish boshqa haromiyatni boshlab beruvchi narsa bo'ladi.